Assalomu alaykum, xayrli kun, qadrli futbol ishqibozlari. Bombar Cup o'yinlari nihoyasiga yetib, ana endi navbat 3-o'rin hamda final bahslariga. Albatta, musobaqalarda bo'lgani kabi 3-o'rin uchun bo'ladi dastlabki bahs. Biz hozir faqatgina hakamning xushtagini kutyapmiz. Rustam Choriyevning xushtagi chalindi va o'yin boshlandi. Bir nechta to'pni o'ziga to'g'riladi, markazlashyapti va hujumni chap qanotga ko'chirdi. Bu to'g'ri qaror edi. Chap qanotdan esa bizda Kurralov Ozodbek uzatdi, zarba, darvozabon qaytardi. Abdulrazzoqning zarbasi. Yana Tursun Po'latov sovuqqonlik bilan harakat qildi. Bir raqibini aldadi, to'pni aniq uzatib beryapti. Temur Sadullayev qanotdan Xo'ja hujumni qo'llab-quvvatlayapti. Markazga yaxshi kesib uzatilgan pas, Abdulrazzoq zarba va gol! 27-raqamdagi Temur Sadullayevning chap oyoqda uzatgan ajoyib zargarona uzatmasini 9-raqamdagi hujumchi Abdulrazzoq golga aylantiryapti. 1-0. 17-raqamdagi Olimjonov Ozodbek chap qanotdan hujum davom etadi. Jarima maydonchasiga pas, gol! Qanotdan uzatilgan to'p to'g'ri darvozadan joy oldi. Yoki Abdulrazzoq hozir dublni rasmiylashtiryaptimi? Ha. O'yin qanotda ofsayd yo'q Asror Xo'jada. Barchasi toza, jarima maydonchasiga qarab oldi, uzatib berdi. Temur Sadullayev chap oyoqda aylantirib, voy, qanday zarba bo'ldi. Birozgina aniqlik yetishmadi hozir. Qarang, hozir chap qanotdan Kaka ofsayd yo'q. Bu safar jarima maydonchasiga katta tezlikda kirib boryapti. Kaka zarbasi darvozaga, oy. Holatda hujumga chiqib ketyapti. Qulay vaziyatga chiqib ketyapti. Olis masofadan zarba yo'llandi va gol! 11-raqamdagi Tursunov qanday super gol kiritib yubordi hozir. Tanish-bilish darvozasiga olis masofadan dahshat. Turnirning eng chiroyli goli bo'lish uchun ajoyib. Shoshmadi, darvozabon ham o'ynasin dedi. Qayta qabul qilib olyapti. Ana endi variant berilishi kerak. Mana bu yerda xato. Zarba rikoshet va gol! Gol! Hisob qisqardi. Gol muallifi 52-raqamdagi Sultonbek Muhammadjonov. Salayoxun ofsayd menimcha yo'q edi. Abdulrazzoq to'pni ilib ketdi. Abdulrazzoq darvozabon Shuhrat Sayfullayevdan seyf. Vingerga aylanishadi. Bu esa hujumda anchagina komfortni yuzaga keltiradi. Mana bu yerda Abtajonovdan ajoyib harakat, jarima maydonchasida zarba, qalqon qildi zarba yo'liga o'zini Nodir Lappasov yana bir zarba. Ko'ngildagidek bo'lmadi va bo'ldi. Mana shu hujumdan so'ng uchrashuv bosh hakami Rustam Choriyev xushtagini chaldi va birinchi bo'lim yakunlandi. Ruxsat berildi. Darvozabon qaytaradimi yoki gol bo'ladimi? Gol! Gol! Fazliddin Otajonov hisobni qisqartiryapti. Ruxsat bor, Shuhrat Sayfullayev qaytaradimi yoki yo'q? Hozir bilib olamiz. Zarba va darvozabon Shuhrat Sayfullayev jamoasi joniga ora kirdi va hisob 3-1 qolishini ta'minladi. Noodatiy ranglardagi libosda esa Vantage Blaze. Ikkinchi bo'limda tarkiblarni eslatib o'tirmayman, sababi chap qanotdan Ozod Olimjonov o'z oldinga boryapti, markazga qarama-qarshi qanotga o'tyapti to'p. Ramazon Yo'ldoshev zarba! Keyda bo'lgani kabi birga bir chiqib borishi mumkin futbolchi. Mana bu yerda Abdulrazzoq Ali tezlikda oldinga boryapti. Abdulrazzoq Ali darvozabon oyoqlari bilan Daxaya uslubida seyv ijro etdi. Jarima maydonchasiga darvozabon to'pga chiqib keldi. Zarba, himoyachi qaytaryapti. Darvozaga kirib ketayotgan to'pni olib chiqdi hozir. Qaychi uslubidagi zarba o'xshamadi va bu hujumda foul. Chap qanotdan katta tezlikda kirib boryapti raqib jarima maydonchasiga va foul va qizil bo'lishi mumkin hozir.
qizil. Xuddi shunday, chunki raqib jarima maydonchasi ichiga katta tezlikda kirayotgan futbolchini ortdan tortib qoldi. Ozod Olimjonov o'yin kanotdan. Murodov yaxshi uzatma, Temur zarba va gol emas. Burchak to'pi bartaraf etildi. Temur Sa'dullayev o'yin kanotdan davom etdi. Zarba darvozabon. Shuhrat Sayfullayev bugun ancha gollardan saqlab qoldi. Chap kanotdan Olimjonov. Trivela uzatma. Kaka jarima maydonchasi ichida Kaka to'p bilan to'pni qoldirdi. Yo'q, mana endi qoldirdi. Temur zarba blok. Bloklandi. Hozir Ramazon Yo'ldoshev to'pni Kurralov Ozodga uzatib berdi. Ozod zarba va darvoza to'siniga tegyapti to'p. Tanish bilish. Primov chap qanotdan o'z oldinga borishga qaror qildi. Bir raqibni aldadi, ikkinchisini aldadi. Jarima maydonchasi ichida pas himoyachi qaytaryapti. Zarba yo'llashi mumkin. Temur zarba va yana himoyachi. Abdulrazzoq Ali aniq uzatma. Tevi jarima maydonchasi ichida. Tevi zarba rikoshet va darvozabon yo'q. Gol ursa ikkitaga hisoblanadi. Zarba! Mana bu yerda hozir agar to'p darvozadan joy olganida Vantage Blaze darvozasi oldidan to'pni o'yinga kiritdi. Anchagina oldinga tepib berilyapti. Va bo'ldi. Ayni shu pallada uchrashuv bosh hakami Rustam Choriyevning hushtaga chalindi. Bombar Cup 3-o'rin uchun o'yinda Vantage Blaze tanish bilishni 3-2 hisobda mag'lub etdi. Albatta bu g'alaba Vantage Blaze'ga oson bo'lmadi.